Kenjatoyim qo'li gipis. Mana shu yerga kutishyapti ekan. Bo'ldimi o'g'lim? Qo'lim sig'mayapti, zo'rg'alatdan qashlayapti. O'zingiz solingchi. Shunday qilib solaymi? O'zingiz qashlavering. Kir bo'lib ketdimi gipsiz? Ismingiz nima sizni? Menga qarang. Menga qarang. Atingiz nima sizni? Bilmayman. Deyavering. Shu oldi-ku. A? Shu oldi-ku. O'zingiz aytyapsiz-ku, qashlab qo'ying deyapsiz-ku. Qo'lingizni ushlab olsam ham aytoring, men og'zingizni ushlab olmadim-ku. Ismingizni aytoring og'zingiz bilan. Atingiz Shu oldi-ku. bo'pti, mana o'zingiz aytdingiz-ku, qashlab qo'ying deb shunga ushlab oldim. Atingiz nima sizni? Bilmayman. Demaysizmi? Shu oldi-ku. Abdurahmonmi sizni atingiz? Bilmayman. Meni atim Abdurahmon. Meni ismim Abdurahmon. Sizniki nima? Men Abdurahmonman. Shunaqa qilib qashlaymi? Aylanib ketdi asalim meni. Asalim. Anomal issiqlarda mana gipsini ichi issiqlik toshib ketdi. Bizni Andijonda issiqlik deyiladi. Bunaqa mayda-mayda qizil bidir-bidir narsa toshib, rosa qitish beradi. Endi qo'llarini rosa qashlatyapti. Uxlaysan endi o'g'lim.